Sevimli yozuvchimiz Saydulla Siyoyev o'zining tarixiy mavzularda yozgan ko'plab asarlari orqali nafaqat O'zbekiston, balki qardosh turkiy xalq kitobxonlariga ham juda yaxshi tanish bo'lgan adiblarimizdan hisoblanadi. Yozuvchining yangi Dashti Qipchoq lochini Muhammad Shayboniyxon qissa asari o'zbek xalq davlatchiligi tarixida muhim rol o'ynagan Muhammad Shayboniyxon haqida bo'lib, u turkiy Shayboniylar sulolasi va davlatning asoschisi hisoblanadi. Muhammad Shayboniyxon haqida hozirgacha o'zbek adabiyotida ayrim tarixiy mavzudagi hikoyalarni mustasno etganda birorta qissa yoki roman yaratilmagan edi. Tarixiy qissa Shayboniylar sulolasi va faoliyat ko'rsatgan 15 va 16 asrlarda o'zbek tarixchilari tomonidan yaratilgan ko'plab tarixiy asarlar Boburnoma, Muhammad Shayboniyxon, Mehmonnoma-i Buxoro, Abdullonoma va boshqalarni sinchiklab o'qish va o'rganish, turli kitoblardagi ma'lumotlarni o'zaro qiyoslash va ulardan tanqidiy foydalanish natijasida yaratilgan. Muhammad Shayboniyxon benazir lashkarboshi, hassos shoir va mutafakkir edi. Amir Temurdan keyin parokanda bo'lgan davlatni qayta tiklashga bor iste'dod va kuch-quvvatini sarflaydi. Shayboniyxon otasidan ayrilgach ketida onasi va 1468-yilda bobosi ham vafot etadi. Uning inisi Mahmud bilan qoladi. Yetimlarga endi Mozid Tarxon homiylik qiladi. U Temuriylardan, Mirzo Ulug'bek uning qaynotasi edi. Mozid Tarxon sulton Mahmudning yonida olib qolib, Shayboniyni o'ziga yaqin kishilari homiyligida Buxoroga jo'natadi. U yerda Yassaviy zamonidan beri saqlanib qolgan tariqat odobidan tahsil ola boshlaydi. Shayboniyxon avvaliga bir necha 100 kishilik suvoriylar bilan sig'inoq o'zgan qal'alarni zabt etadi, O'tronni ham ixtiyoriga o'tadi. 1475-yilga kelib Shayboniyxon lashkari 100 mingga yetadi. Shayboniyxonning o'ng qo'li va o'ng barmog'ida olmos ko'zlik uzuk bo'lib, unda "Mening ismim Shayboniyxon, Shahbat" degan so'zi yozdirib olgan. Shu tariqa yillar davomida g'alaba va mag'lubiyatlar boshdan o'tkazgan. Shayboniyxon davrida Mavarounnahr iqtisodiy madaniy jihatdan taraqqiy etdi. Yangi madrasalar, masjidlar, xonagohlar, yo'llar, ko'prik, rabotlar qurildi. Ta'lim sohasida islohotlar joriy etildi. Asarni o'qir ekansiz, beixtiyor 15 va 16 asrdagi tarixiy voqealar ichiga o'zi tushgandek, o'sha voqealarning bevosita ishtirokchisiga aylanib qolgandek bo'lasiz. Demak, yana bir kitobning sahifalarini varaqlash uchun ushbu ma'lumotlar yetarli deb o'ylaymiz va mutolaa qilamiz.